Assalomu alaykum va rahmatulloh. O'zbekistonning ministri ekologiyasi Aziz Abduhakimovga. Janob Aziz Abduhakimov, sizni bir notavon kelinchakka o'xshash yig'loqi bir Rasul Kusherbayev degan zamingiz borda, o'rinbosaringiz bor. Va men juda xohlardimki, mana shuni bir boylab qo'yasizmi? O'zbekiston tarixida endi bunaqa yig'loqlar bo'lmagan, lekin oxirgi yillarda erkaklik hamiyati, rujulati mana shunaqa bir pastga tushib ketyapti va bu odamni qarasangizga hech qaysi bir sohani uddala olmagan va lekin xalqni mudom pessimistik ruhga tarbiyalayapti va nuqul yaxshimi yomonmi shu o'ylamaydi, shu yig'lasa bo'ldi-da. Va afsuski jamiyatimizni rivojini ko'ra olmayotgan kuchlarga bu xizmat qilib beryapti va men juda xohlardimki, mana shu Rasul Kusherbayevni siz qachaba bir konkretni zadacha bering. Men ekologiyaga ham kelganiga adashmasam 1 yil, 2 yil bo'ldi. Va lekin o'sha daraxtlar kesiladi, boshqa bo'ladi. Lekin bu qanaqadir umuman boshqa temalarda yuradi, qanaqadir reklamalar, boshqa, lekin shuncha yil xalqning hissiyotiga o'ynaydi, lekin bir dona bo'lsa ham yechim qilib berganini yo bironta masalan kritika qilgan temasini, qachaba yechimini ham ko'rsatmaydi. Nuqul yolg'on gap va har xil safsata gaplardi. Va ko'p muxlislar hozir menga aytayaptiki, aka to'g'ri gapiryapti-ku, deyapti-da. Muxlislarni ham to'g'ri tushunsa bo'ladi. Endi oddiy xalq qiynalyapti, men bir tomondan tushunaman. Lekin ba'zi bir narsa borki, masalan, ota-ona hech qachon farzandiga yomonlikni xohlamaydi va shu qabilida agarda men bugun ham shu ba'zi bir muxlislarga shuni tushuntirib berdimki, bu bo'layotgan voqealar yo'q, mana bular ochiq-oydin Konstitutsiyaning 152-moddasini mana eshitinglar ham. Konstitutsiyamizning 150-moddasini o'rganamiz. Konstitutsiyamizning mazkur moddasida O'zbekiston Respublikasining pul birligi so'mdir. Eshitayotganimizdek, u yerda so'm birligi haqida gapirilgan. Lekin Rasul Kusherbayev naqli obrazi xalqning hissiyotiga o'ynab prezident qarorini sabotaj qilyapti. Va nega men bu narsalarga qarshi chiqyapman? Negaki bizga yilning boshidan Eron voqealari, Venezuela va juda ko'p boshqa narsalar dars bo'lishi kerak. Va ko'p muxlislarga bugun ham savollariga javob berganda aytdimki, ey insonlar, hozir Eronga yo Rossiyaga tishni sindirgan Amerika va Isroil endi masalan Yevropa baribir dakansa borishi kerak va ular oxirigacha bo'lsa ham через Ukraina xalaqit qilishga harakat qilyapti va lekin sionistlarning kuchi aynan mana shu Rasulga o'xshagan bir g'arbni malaylarni ishlatib, одноразовая rezinadek buni ishlatishyapti. Buni saviyasi baribir bunga yetmaydi. Buni saviyasi yo'qligini mana yana bir isboti. Himoya qilib berishadi, asrab berishadi xavfsizlik. Hozir mana masalan Rasul Qidiraliyevich eng ozodlik sevar deputatimiz biz. Hozir o'zi xabar bilmayapti, tushunmayapti. Qanday kim aytib tushunmayapti? Men yaxshigina tushunib turibman. Shaxsiy kechirib qo'yasiz. Men yaxshi tushunib turibman. Qonunni o'qish kerak yaxshilab. Qonunni o'qimayapsizlar. Bu yerda fuqaro demayapti-ku, aniq yozyapti. Siz bilan polemika qilmoqchi. Qonunni o'qimayapsizlar. Nimaga tushunmayapsiz? Qonunni o'qidik. Shaxsiy mana nimani o'ylayotganini umuman gapirmang. Juda yaxshi qilmang, sahnaga chiqmasman shunga. Lo'lichilik qilmang, eshitding gapni. Savolga javob berishingiz uchun chiqqansiz bu yerga. Men bilan polemika qilish uchun chiqqaningiz yo'q. Siz savolga javob bering. Eshiting. Texnik bo'lsiz, IT'ni tushunasizmi nima ekanligini, elektron ma'lumot nimaligini tushunasizmi? Eshitmani tushunmaysiz. Bitta savolga ham javob bera olmayotganingiz. Mana shu yerda xuddi shunaqa qilganda on говорит обо всем и ни о чем deydi-da rusida. Hamma narsani gapiradi, lekin birontasida bir ma'lum mantiq yo'q-da. Konstitutsiya, demokratiya, ozodlik, boshqa gap bilan bu yechim bo'la olmaydi. Hozirgi kunda dunyoning hech qaysi bir nuqtasida konstitutsiya yoki demokratiya to'laqonli ishlamayapti. Bizga ham ekologiya vaziri aytmoqchiman. Bizga hozir mintaqani tinchligini saqlab qolish muhimroq. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, nega aynan Rasul Kusherbayevni, masalan, mana bu Amerika posollari yo har xil nimalar, USAID, Soros fondlari yo boshqa kabi mana shu Rasul Kusherbayev, Shuhrat Rasulov, Kamoliddin Rabbimov shularga o'xshashlarni retorikasini eshitsam, hali bular bilan ancha kurashib, bular hali pasaydi. Xudo xohlasa, men alohida mana bu Amina Xayriya siyosat kanalini ochyapman. Endi ko'proq harakat qilaman. Davlatimizning tinchligi va aynan hozir davlat va xalqning o'rtasida o'ziga yarasha muammolar bor va avvallar aytgandek, o'sha ko'prik vazifasini, bog'lovchi vazifasini ijro etib, kerak bo'lsa ba'zi bir tashabbuslar bilan yo yechimlar bilan va alal xusus juda xohlardimki, aziz muxlislar ham ko'proq qo'shilib, qaysi mavzularni ko'proq ko'tarishimiz kerak va iloji boricha xalq bilan hozir davlat, jamoatchilik hammamiz birlashishimiz kerak. Eron xalqi, Eron davlati, Eron rahbariyati bizga aynan bunaqa tashqi kuchlarga qanday turib berishini ko'rsatishyapti. Va shuning uchun biz sarxisiyonistlar va har xil
G'arbni provokatsiyasiga uchmaslik uchun ular aynan O'rta Osiyoda har xil qo'zg'olonlar yoki har xil notinchliklarni qilmoqchiligini sababi janub tomondan Rossiyaga xalaqit bermoqchi. Va men juda xohlamasdimki, bizning odamlar qo'shishni miyasi deydi, endi bir peshka sifatida, bir go'sht sifatida bu tomonlama ko'makdosh bo'lmasligini xohlardim. Men u safar o'sha kartani barcha yechimlarigacha aytdim. Kerak bo'lsa aytyapman. Mana debat qilaylik. Va xuddi o'sha aytayotganimdek, Rasul Kusherbayev agar darhaqiqat xalqni tomonida bo'lganda, qaytanga hamma jamoatchilik o'zi jam bo'lib, mana shu qonunni просто darabotkasi bor, ya'ni tanganing ikkinchi tomoni bu. Shuni qilib bersak, kelajakda bu xalqimizga foydasiga bo'ladi. Hozir men tushunyapman, xalqimizga sal qiyin. 1%, 3% olyapti. Shunaqa bir muttaham, yoki mana shu tadbirkorlar bor. Shunaqa xalqimizni ichidan yeyotgan tadbirkorlar bor. Buni men tan olaman. Va ular ma'lum bir o'zimizni ichki dushmanlarimizga xizmat qilishini ham bilaman. Va lekin siz ministr ekologiya juda xohlardimki, mana bu Rasul Tupoy, mana ahmoq o'rinbosaringiz Rasul Kusherbayevga tushuntiring. Buni nega bunaqa ishlatishyapti? Yana bir marta tushuntiray. Buni hozir yaqiba konstitutsiya, qonun, bu deb baland paroz gaplar bilan ishlatishadi va tabiiyki, misoliga hozir agar buni provokatsiyasini tagi nima yotganini aytyapman-da. Va agar buni hozir olib qamatishsa, xuddi Rossiyada Navalniyni qamatib, mana ko'rdingizlarmi, Rossiyada ozodlik yo'q degan ma'noda, xuddi shunaqa mana O'zbekistonda demokratiya yo'q, so'z erkinligi yo'q, mana shunaqa qilib Shavkat Mirziyoyevni yana dalshay sжимать в тиски deydi-ku, bunday tiski endi esimda yo'q, o'zbek tilida nima bo'ladi? Shunday siquvga oladilar-da, grubo говоря. Va bu aynan siyosiy shantaj hisoblanadi. Negaki Shavkat Mirziyoyev 40 million aholini tinchligini yoki mintaqani tinchligini o'ylab ish qilib turishi kerak. Tabiiyki Shavkat Mirziyoyevning yaqin atroflarida ham dushmanlar talaygina. Buni tushunish uchun katta kalla kerak emas. Bu hamma vaqt bo'lgan, hamma zamonda bo'lgan. Har bitta saltanatni o'zining ichki xoinlari bo'ladi. Va Rasulga o'xshagan, yo bunga o'xshagan mana hozir Nasim Xolif ham chiqyapti. O'zbek so'mini bularda o'zini aql farosati yo'q. Bittasi gapirsa, hammasi shuni takrorlashi kerak. Lekin hech qaysi biri bular yechim taklif etmayapti. Shuning uchun video deydi-ku, yoki kritika radio kritika, ya'ni tanqid, prosta tanqid uchun qilish bu mutlaqo noto'g'ri va bu erkakning ham ishi emas. Tanqid qilyapsanmi, sen ikkinchi tomon yechimini ham ko'rsat deng. Yo bunga shunaqa bir zadaniyalar beringki, mana O'zbekistonda yoki alal xusus mana Toshkentda ko'p gapiradi. Toshkentda daraxtlar kesilmasin. Men bilishimcha, где-то 3000 dollar atrofida buni videosi bor edi menda. Oylik oladi mana shu Rasul Kusherbayev ekologiya vazirligidan har oy mana shuncha oylik oladi. Mana shuncha davlatdan, alal xusus biz soliqchilarni pulidan, biz O'zbekiston fuqarolarini solig'idan mana shunaqa oyliklar olib ekologiya vazirligiga qancha foyda keltirdi va qancha zarar keltirdi. Keling mana shuni bitta bir hisobotini ko'rsatsin-kan, 2 yilda O'zbekiston xalqi uchun yoki alaqasun Toshkent ekologiyasi uchun zamministr bo'lib nima ish qilib bera oldi, mana shuni bitta ko'rsatsin. Nimaga keragi bor? Hozir mana shunaqa provokatsiyalar qilib, sudyalarni yomon ko'rsatib, misoliga, tem bo'lib o'z tili bilan jinoyatiga iqror bo'lyapti. Ya'niki, men bordim deyapti, bir nechta zapravkalardan qarordan keyin aynan naqd pul to'ladim va ular olishdi deyapti. Bu deganiga unaqada ham, bunaqada ham terpila yoki nima deydi, podstavshikni, ya'ni o'sha tadbirkorlarni podstavit qilishga harakat qilyapti. Unaqasiga ham, bunaqasiga ham mojaro chiqarmoqchi. Bunaqani faqat fitnakor, xudo urgan bandalar qiladi. Va shuning uchun O'zbekistonning tinchligini agar xohlasak, keling siz ekologiya vaziri sifatida mana shu muttaham o'rinbosaringizni bir og'zini yoping. Saviyasi yetsa, mana men primoy efirga tayyorman. Bir necha bor chaqirdim. Kesin, so'zi bo'lsa, yo yechimi bo'lsa, gapirsin, xalqqa tushuntirsin. Xalqni hissiyotiga o'ynash kerak emas. O'sha aytayotganimdek, biz jamoatchilik, jurnalistlar yo hamma birlashib, aynan mana shuni dakansa olib borib, o'sha to'plarni kartalarga o'tkazsak, bu qaydanga ikkala tomonga ham yutuq bo'ladi. Aks holda hozir mana shu 1% yo 3% ni o'ylayotgan odamlar ma'lum miqdorda tishlaydi, qusaysa deydi rus tilida. Endi haqiqatan ham hech kimga yoqmaydi. Va lekin barchalaringizga ratsional savolda. Mana shu Eronda yoki arab davlatlarida qo'zg'olon qilmoqchi bo'layotganlar hozir O'zbekistonda shu narsani qilish niyati yo'q deb o'ylaysizlarmi? Afg'onni tahdidini men avvallar ko'rsatdim. Ularni o'sha shay qilib turibdi. Shuning uchun o'ylanglar. Sizlarga hozir mana shu masalaga yechim kerakmi yoki mana shunaqa bir-birlaringizga tosh otish kerakmi?
Prosta o'ylanglar. Hozir sizlar 1% deylik 100 mingdan 1000 so'm yoki 3000 so'm ekonom qilaman deb alal oqibatda kelajakda xulov ko'rsatmasin. Mana shu mintaqada mana shunaqa to'polonlar bo'lsa, sizlarga yoqarmidi? Keyin kerak bo'lsa, hozir masalan 3000 yoki 5000, 10 mingga olayotgan nonlaringiz bundan da qimmat bo'lishi mumkin. Prosta bir o'ylab ko'ringlar. Eronga bo'lgan hujumlarni hammasini ko'ryapsizlar. Shuning uchun hozir biz barcha mana shu hozir avvalgidek avvallari bunaqa Turkiy yo boshqa bo'linishlar bo'lmagan va luboy moment degan Turkiy deb ko'kragingga urayotganlar, luboy moment kelinglar men senlar millatchi Allohga qarshi borayotganliging, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning o'gitlariga, hadislariga qarshi borayotganligingni keyin luboyingga millatchiliging va senlar Allohning dushmanligingni isbotlab bera olaman. Bizlarga hozir yechim kerak. Rasul Kusherbayevga o'xshaganlarni mana shu uni zo'r deyotganlar. Bitta bo'lsa ham yechim ko'rsatinglar. Kritika qilishni tanqid qilganda uning yechimini ko'rsatish kerak-da. Masalan yechimi bo'ladi-da, luboy moment bo'ladi. Alloh baribir aytgan, har bir qiyinchilikning ortidan yaxshilik bor degan Qur'on oyati ham bor. Shuning uchun biz agar taraqqiyot bolalarimizni ertasini o'ylasak, davlatni gaz, benzini yo boshqasi o'g'irlanmasligi xohlasalaringizlar, sizlar olib borayotgan bor-ku, masalan, sizlarga u hammasi ham chek bermaydi. Avvallari ham bermasdi shu ko'p zapravkalarda xisheniya, o'g'irliklar ko'p. Sizlar o'zlaringizni 1000, 3000 masalan o'ylayapsiz, to'g'ri, haqlaringiz bor, men inkor etmayman. Va lekin juda katta summalar aynan mana shunaqa har xil zapravkalarda respublika miqyosida juda katta pullar o'g'irlanayotdi. Va sizlar topshirmoqchi bo'lgan naqd pullar bular beskontrolni deydi-da, uni kontrol qilish qiyin. Har bittasiga chek uryaptimi, urmayaptimi, yo boshqa. Shuning uchun aynan men aytgan toplimni karta qilsa, o'sha aytganimdek, masalan bank chiqaryapti, o'sha zapravkaga 1 milliard so'mlik toplimni karta berdi. Sizlar iste'molchi 50 mingga, 100 mingga, 30 mingga, kimga qanaqa udobni 30 mingga 30 minglik, 50 mingga 50 minglik olyapsizlar, shu 50 mingga zapravka qilyapsizlar yo 100 mingga zapravka qilyapsizlar. Bu sizlarga yechim bo'ladi. Bank har kun inkassatsiya qila oladi. Deylik, o'sha 1 milliard so'mga berdimi bitta zapravkaga? Men misol tariqasida aytyapman-da. O'sha 1 milliard so'm naqd pulni qaytarib olyapti. Bu yerda beznal zapravkaga berildi-ku. Xuddi shunaqa o'sha beznaldan ham bank o'zini foizini oladi, ya'niki firmalar o'sha acquiring uchun pul to'laydi. Shuning uchun bu har bitta masalalarni hissiyotga berilmasdan to'g'ri qaralsaga hammasiga yechim bor. Shuning uchun aytayapmanki, hozir bugun 1000 so'm, 3000 so'mni o'ylayotganlar, sizlar pravsizlar. Lekin bitta narsani unutmanglar. Bizga ko'proq tinchlik kerakmi? Prezidentimizni siyosiy siquvga kirgizmasligimiz kerakmi? Qaysi biri sizlarga afzal? Tanlanglar. Shuning uchun sizga janob Aziz Abduhakimov, mana shu o'rinbosaringizni davlat oyligini olyapti-ku, yo'inki haqqoniy vazifalar bering, yo davlatimizga, alal xusus xalqimizga foydasi tegsin. Yo'q bo'lsa, bo'shating bunaqa paskashni, shunki o'sha oylikka daraxat xalqqa foydasi tegadigan odam o'tirsin. 3000-4000 dollarga oyiga luboy odam salgina aql farosati bor, rasuldan kerak bo'lsa zo'r ish qilib beradi. Shuning uchun siz ham chuqurroq o'ylang va o'ylaymanki, prezident komandasini a'zosi sifatida vatanimizning tinchligi sari intilib, Rasul Kusherbayevni qilayotgan xatti-harakatlarga to'g'ri baho berib va aynan kerak bo'lsa mana shu sudlar borasida yo boshqa borasida qilayotgan fitnasiga to'g'ri siyosiy baho sizlar ham berasizlar degan umiddaman. Vatanimizning tinchligiga ko'z tegmasin deya, xalqimizning ilmiy savodxonligiga Allohning o'zi madad bersin. Robbi zidni ilma degan Qur'on oyati bor. Ya'niki Alloh ilmimizni ziyoda qil degan. Barchamizga Allohning ilmimizni ziyoda qilishini so'ragan holda Allohumma solli ala sayyidina Muhammad va alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum.